aziz yurtdoshlar, mehrli obunachilari, mana yana bitta chiroyli tandir o'choqlarimizdan biri, ona zaminimizni go'zal go'shalaridan biri, O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Shahrixon shahri, ya'ni Buvayda mahallasiga Faxriddin akani xonadonlariga bitta tandirimiz, ikkita o'chog'imizni qildik. Tandirimiz xudo xolasa biz kecha keldik. Bugun mana ishimizni bitirib, tandirimizni 60 kilo ko'mir bilan chiroyli qilib pishirdik. Xudo xolasa mana sizlarga ham ko'rsatib qo'ying. Ko'mirda hali chalalari bor. Yonib tugagandan so'ng bitta oqartirib qo'yamiz. Endi xudo xolasa chiroyli qilib bitta oqartirib qo'yilsa, bitta sovigandan keyin nomokob suvda atiladi, yana oq yog'da atib qo'yiladi inshaalloh. Xudo xolasa mana chiroyli qilib shakatlabdan qildik. Yana ustilariga bir qator shikaturga qilib kafel bosib qo'yiladi. Endi mana bu ikkita o'chog'imiz, bitta 60 litrli qozonimiz, mana yonlarida 25 litrli qozonimiz akalar. Uzoqdan ham ko'rsataymi, eshikni ochaman. U naridan ko'rsatasiz. Mana bu ishlari. Rasman o't yonayotganlarni ko'rsating. Ana akalar. Xudo xolasa eshikni ochib qo'ysa ham chiroyli bo'ladi. Inshaalloh. Endi bu o'chog'imizni bitta tutun tortishini ko'rsatib o'tamiz. Keling do'stim. Mana ko'ramiz. Güzel. Pelisos, как pelisos. Ham suv tez qaynaydi, ham tutunni yaxshi tortadi. Mana akalar. Tutunni iloji boricha tortayotganini ko'rsataverasiz. Tutun suvi 60 litrli qozonimizni ko'rsataylik. 60 litrli qozonimizni ham xudo xolasa yana to'g'ridan qo'yamiz. Mana akalar. Bu ham pelisosga o'xshab qo'yapti. Yaxshi o'ynayotganlar. Bundan olaymi? Nasıl olayım? Böyle soslu çok sorun yaptı. Tabii ki. Biraz bu sakal koşuyorlar. Kaç kilo sos? Bahalısı inşallah. Asosiy tutun tortishi akalar. Ham suv tez qaynaydi, ham ovqat tez pishadi bahalısı. Akalar. Mana shu joyimiz uchu 40 santimetr joyga tushdi. Tandirimiz 1.40, 2 metrga ikkita o'chog'imiz tushdi. Baholada orqalarida yana ozgina ashib ishlar bor ekan, kafel bosiladi ustilariga. Xolasa oldini laklab qo'yaveradi. Chiroyli qilib, visoka shakl bo'ldik. Mana bu xolasa tandir o'zimizniki. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Kigitsili mahallasidamiz, o'zimizning manzilimiz. Kenjaboy tog'ani so'rasa taniydi. Xudo xolasa Kenjaboy tog'ani tandirlari, inshaalloh tandirlarimiz garantiyasi bor. 7-8 yil 10 yilgacha ishlataveradi, kessa bermaydi. Inshaalloh garantiyasi bor. O'zimiz uyda xonadonda yasaymiz. Endi akalar, xudo xolasa qanaqangi bir savollar bo'lsa kommentariyalarda yozinglar. Qo'ldan kelgancha mana o'zimizning muxlislarga, bizni taniganlarga shunaqa chiroyli ishlarni ko'rsatib ulashib boraveraylik akalar. Mana aka, suvni ko'rsating. Suv уже qaynadi. Hozir yoqdik, suv qaynadi akalar. Uzoqdan ko'rsatib qo'yasiz. Xo'p, akalar, endi bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan Kiyisili mahallasidanmiz. Mehrikilol tandir o'choqlari deb bersalaring bizning ishlarimiz chiqadi.
Kenjaboy tog'ani nevaralari biz. Kenjaboy tog'ani tandirlardan zakaz qilaverasizlar. Xudo xohlasa olib kelib mana shunaqa chiroyli ishlarni qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin.